ko'rgan Kattaqo'rg'on Ko'ngilsiz baxt xizmatlari ofisida mijozlar bilan xodimlar o'rtasida uchrashuv belgilangan. Ushbu uchrashuvdan maqsad har bitta o'sha kelgan mijozda o'zini ehtiyojiga qarab mutaxassislarga yo'naltirishlar bor. Masalan, sizga qaysi elektron yoki masalan mahsulotni sotadi? 300 ming qaror bo'yicha 100 ming kerak. Masalan, sizga bizda davlat xizmatlar bo'limimizda Sog'lomjon Nardonov akamiz yordam beradi. O'shaga hozir resepsiyonga yo'naltirib qolamiz. Rasm tushiring rasm. Yo, nima masala endi? Siz shu hammani biringiz qiziqtiradi, yaxshi. Shu bitasizlar. Hozir pilot kelganmiz, nega pilot? Ha, komplekt puli bo'yicha kelganman. Hozir pastda menejerlarimiz bor. Xizmatchilarni tayyorlash uchun resepsiyonga yo'naltiramiz. Namoz kechadi. Menejerlarimiz yordam berishadi.